Assalomu alaykum qizlar. Oldingi safar men sizlarga spitsida qanaqa zanjir to'qishi, ya'ni qanaqa rezinka to'qishi ko'rsatgan edim. Endi bo'lsa sizlarga hozir kurchokda to'qishni ko'rsatmoqchiman. Diqqat bilan kuzatinglar. Sizlarga nechta 50 ta zanjir kerak bo'lsa, shuncha olasizlar. Men sizlarga ko'rsatish uchun 8 ta zanjir oldim. Diqqat bilan men bilan birga to'qishni davom etinglar. Birinchi ikkita olamiz. Ikkita olganimizdan keyin nakit olib, zanjirimizni to'qishidan boshlaymiz. Ilib olib mana ilib oldim qizlar. Ilvaganimdan keyin mana zanjiri bu yog'idan, mana zanjiri o'zidan emas, mana bu yog'idan ilvagan joyimdan ilib, keyingi qatordan qizlar mana ilib olaman. Mana diqqat bilan mana kuzatib boringlar. Mana qizlar mana bu yerdan ilaman, keyingi qatordan yana ilaman. Mana yana shu tarzda shunaqa tarzda oxirigacha qizlar to'qiymiz. Mana qaranglar diqqat bilan, mana ko'rdinglar, mana shunaqa qilib to'qiysizlar oxirigacha. Mana to'qidim. Lekin oxirida qizlar bu yerdan nakit olib, keyingi oxirgi zanjiringlarga kirgizib, ipni ilib olasizlar. Bu yog'idan mana ilib chiqardim. Ilib chiqarganinglardan keyin ikkita zanjir olib o'giramiz qizlar. Keyin yana boshlaymiz. Mana shu yerdan olib qizlar, oldi zanjir oldi emas, orqa tomondan iplarni ilib chiqarib to'qiymiz. Mana diqqat bilan kuzatib birga to'qinglar qizlar. Men sekin to'qiyman sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Buni zanjiri spitsada rezinka chokini birinchi boshlayotgan qizlar uchun ko'rsatyapman. Marhamat qizlar, mana ko'rib men bilan birga to'qinglar. Bunaqa zanjiri ko'p ilib olib, misol uchun o'zingizga shapka to'qisanglar ham bo'ladi qizlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Orqasidan ilib olyapman. Oldidan emas, oldisi qovat, mana orqasidan ilib boryapman qizlar. Mana diqqat bilan kuzatib borsanglar, sekin to'qiyapman sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Yana qizlar ahamiyat bilan to'qinglar. Kiyiklargami, singillargami, chiroyli shapkachalar, nimchalar to'qiganda mana shu zanjirdan foydalanasizlar. Bu chiroyli zanjir bu ham qizlar. Mana endi oxirgi kelganimizda bu yerdan olmaymiz deb nakit qilib, mana bu yerdan oxirgi qatorini ilib olamiz. Yana ikkita zanjir olib, yana orqasini o'giramiz deb, keyingi qatorini yana bu yerdan olib, keyingi qatorni boshlashida xuddi yopganimizdek yopamiz. Keyin mana shu yerdan olamiz qizlar. Mana keyin orqa zanjiri orqa tomondan ipni ilib olib to'qiymiz qizlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Shu tarzda u yoqdan bu yoqqa borib to'qiysizlar. Keyin sizlarda zanjir hosil bo'ladi. Qavat chiroyli zanjir hosil bo'ladi qizlar. Juda ham ko'rinishi chiroyli bo'ladi buni. Spitsada zanjir bitta, ikkita iznanka, ikkita litsovoy, ya'ni ikkita o'ng, ikkita ters. Bunda bo'lsa unaqa emas. Bunda boshqacha kelyapti qizlar. Sizlarga yoqadigan degan umiddaman. Mana endi oxirgisini yana bunaqa olib, nakit olib, oxirgisini yopamiz qizlar. Shu tarzda mana shunaqa qilib u yoqdan bu yoqqa borib kelib to'qisanglar, keyin qizlar sizlarda mana shunaqa rezinka choki hosil bo'ladi. Bu kurchokda to'qilgan. Mana kuzatib boringlar. Bundan ham boshqa yangiliklarni sizlarga havola qilib boraman. Rahmat.